Murabbiy bu so'z zamirida katta ma'no bor. Bu faqat chempion tayyorlash emas, bu yurakni sinovdan o'tkazish. Sen bir bolaga o'rgatishni boshlaysan, yillar davomida yonida bo'lasan. Uni boshdan olib chiqasan, u yiqiladi, sen ko'tarasan. U charchaydi, sen ishontirasan, u ishonmaydi, sen unga o'zidan ham ko'proq ishonasan. Sekin-sekin u o'sadi, kuchayadi, natija bera boshlaydi va sen ichingda deysan, mana mehnatim meva beryapti. Lekin ba'zan eng katta zarba aynan shu joyda keladi. Bir kun u boshqa tomonga qaraydi. Kimdir uni chaqiradi, kimdir va'da beradi. Kimdir unga tezroq va oson yo'l ko'rsatgandek bo'ladi va u ketadi. Yillar davomida yonida bo'lgan birinchi murabbiydan duo olmay, uni unutib ketadi. Yaxshi murabbiy qaysi paytda bolani qaysi murabbiyga berishni yaxshi biladi. Lekin sotqin shogirdlar juda shoshadi, hatto ota-onasi ham. To'g'ri, ular hali yosh, lekin tarbiya yoshlikdan beriladi. Bundaylar faqat qo'lma-qo'l bo'ladi va ko'karmaydi. Yana og'iri bor. Ba'zida u faqat seni tashlab ketmaydi. U umuman sportni tashlab ketadi. Shunda yuraging ichida bir savol o'tadi. Men kim uchun shuncha mehnat qildim? Lekin haqiqat shuki, har bir inson o'z yo'lini o'zi tanlaydi. Sen yo'l ko'rsatding, lekin yurishni majbur qila olmaysan. Sen o'rgatding, lekin davom ettirish uning iymoni, uning irodasi. Va aynan bir haqiqat bor. Alloh hech qachon halol mehnatni zoya qilmaydi. Agar niyating pok bo'lsa, agar jon kuydirganing rost bo'lsa, bu mehnat albatta boshqa joyda meva beradi. Balki bu bolada emas, balki keyingisida, balki bugun emas, balki ertaga. Shuning uchun yuragingni sindirganlarga emas, sabr qilganlarga qarab ishlagin. Ketganlar saboq, qolganlar ne'mat. Haqiqiy shogird g'alabada emas, sadoqatda bilinadi. Chunki murabbiy hammani ushlab qola olmaydi, lekin u hech qachon to'g'ri yo'lni tashlab ketmaydi. Biz shu yo'ldamiz, qat'iy vijdon bilan.